Assalomu alaykum. Mana do'stlar, musofirlarda turib, vatanda, qishloqda sog'inganlar bo'lsa marhamat. Bahor fasli, daraxtlar, o'riklar gullagan. Shunday ajoyib. Keyin do'stlar, yangilik bo'lyapti, juda ham yaxshi, ajoyib, shugacha bo'lmagan ishlar. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Xursand bo'lamiz, rahmat. Mana shuni tashkil qilib bo'lyapti, qaranglar. Albatta har bir ish orqasida yaxshi gaplar, yaxshi so'zlar va yomon so'zlar ham bo'ladi. Negativ hamma joyda bo'ladi. Negativchilar deydi-ku, yozadi yomon so'zni. Ular hayotidan har doim norozi. Har doim hayotdan shukr qilib yashaydigan odamlar albatta hayotini chiroyli, go'zal o'tkazadi. Yaxshi gapirsang ham o'tadi, yomon gapirsang ham o'tadi. Undan ko'ra yaxshilik qilib qo'yaver. Shabada, ya'ni shamol bo'lyapti, ovozim yaxshi chiqmagan bo'lsa, birinchi sizlardan kechirim so'rayman. Keyin esa bittadan vatan uchun qishloqlarni sog'inganlar bo'lsa, bittadan bosinglar endi gazni. Ekranga tirs. Sog' bo'linglar.